Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Ekonom pechkani arzon joydan so'raganlar uchun birinchi qo'l ishlab chiqarish joyiga keldik akalar. Xudo xolasa, birinchisida o'tin yoqamiz, ikkinchisida ko'mir yoqamiz, uchinchisida tap tezak yoqamiz, to'rtinchisida bo'ladigan bo'lsa propan gaz yoqib ko'rsatib o'tamiz akalar. Birinchisida baliq pishiramiz, ikkinchisida shashlik pishiramiz, uchinchisida bo'ladigan bo'lsa sho'rvani qaynatib ko'rsatib beramiz. Sizlardan shunchaki bittagina like bostirib talab qilinadi. Xudo xolasa video davomida narxlar bilan tanishtirib o'tamiz akalar. Har xillaridan bor. Bu yerda turlarini ko'rsatib o'tamiz. Mini pechkalar bor, undan tashqari ekonom pechkani full variantlari ham bor. Xo'sh, listlariga keladigan bo'lsak, tevasi pasti ikkilik hisoblanadi, o'rtasi 208. 25 ga 25 eng katta razmeri, bemalol katta o'tinlar ham sig'oradi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'sh, faqatgina bu yerda kraskalangan variantlarda chiqarib xalqimizga yetkazib berishar ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, xo'sh, narxlari bunisi shuni ko'rsatib qo'yamiz to'g'ri. Bunisining narxi 800 ming so'm, bunisining narxi 850 ming so'm. Farqiga keladigan bo'lsak, bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Yonlarda qovurg'asi bor, havo issiq aylanadi, issiqni o'ziga olib qolishi yaxshiroq bo'ladi. Bunisiga keladigan bo'lsak, eng full varianti narxi 900 ming so'm. Dastavkalari O'zbekistonda 12 ta viloyatiga kelishilgan holatda optimum olaman deydiganlar uchun bundan ham arzon narxlarda chiqarib berishaveradi. Manzilga keladigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Bo'yli tumani, yangi Bo'yli tumani Dehqonoboddan bo'lyapti. Kam terim desa hamma bittada bo'ladi akalar. Bittalar like bostirasizlar, xudo xolasa yonishlarni ham video davomida ko'rsatib o'tamiz. Mana akalar, yonishni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda o'tin yonib, baliq pishiryapmiz. Aytib o'tilgandek, ko'mir, o'tin yonib, shashlik pishganiga e'tibor berasizlar. Bunisida tappi yonib, sho'rva pishyapti. Bunisiga keladigan bo'lsak, gazga yonyapti. Kimga qaysi biridan kerak bo'ladigan bo'lsa, pastlik raqamlarni qoldiramiz, bemalol qo'yib qo'yinglar.